Ko'pchiligimiz tamaki mahsulotlarini chekish insonni o'ldiradi deb hisoblaymiz. Hozir sizga bir ma'lumotni aytaman. Dunyo bo'yicha qandli diabetdan o'pka saratoniga qaraganda vafot etayotganlar soni 3 barobar ko'p ekan. Achchiq haqiqat-a? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Nega shokolad xarid qilayotganimizda hech kim bizni yoshimizni so'ramaydi? Bu sog'lig'ingga zarar demaydi yoki bo'lmasam qadog'ida bu salomatlik uchun zararli deb yozilmagan. Siz bilarmidingiz? O'pka saratonining asosiy sababi naslga borib taqalar ekan. Siz ketma-ket tinmasdan 4 yil davomida ham bemalol chekishingiz mumkin. Sizga hech narsa bo'lmaydi. Bu tamaki mahsulotlarini savdosiga qarshi o'ylab topilgan chora-tadbirlar hisoblanadi. Hammasi sizni diabetdan chalg'itish uchun qilingan. Dahshatli haqiqat-a? Bilasizmi? Men bu gaplarni aslida o'ylab topdim. Bu hech qanday haqiqat emas. Kecha xuddi shu ma'lumotni bir nechta do'stlarimga aytganimda, ulardan 5 tasi shu gapimga ishondi. 3 tasi esa men chekishni hech qachon tashlamayman deb o'ziga o'zi so'z berdi. Hamma gaplarga ham ishonavermang. Ma'lumotni tekshirib oling. Tekshirishning imkoni bo'lmagan xabarni tinglamang va gapirmang.